Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kecha xabar berganimizdek, Buxoro viloyati 4-sonli tergov xizxonasida saqlanayotgan G'affarov Jahongirga nisbatan tergov xizxonasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Saidov, tezkor xodimlar Javlon ismli tezkor xodimlar va boshqa bir necha xodimlar tomonidan qiynoqlar, urush, do'pposlash harakatlari amalga oshirilganligi bo'yicha xabar berilgan edi. Bugun ushbu tergov xizxonasiga ertalabdan yana borishimga to'g'ri keldi. Sababi kecha men ushbu holat bo'yicha xabarlar berganimdan keyin G'affarov Jahongirga biror bir yana qaytadan tazyiqlar o'tkazilmadimikin degan mazmunda undan so'rash uchun tergov xizxonasiga bordim ertalab. Tergov xizxonasiga ertalab taxminan 7:30-8lar orasiga bordim. Vaqtliroq bordim. Borganimda xodimlar demak ishga kelishi hali davom etayotgan edi. Biz lekin tergov xizxonasiga 9:30-10larga qarab kiritishdi meni. Birinchi bo'lib men borgandim. Kirgandan keyin demak advokatlar uchun mo'ljallangan alohida xonada G'affarov Jahongirni olib kelishdi. Uni yana qabul qildim. Birinchi so'ragan savolim, kecha men kelib ketganimdan so'ng senga tergov xizxonasi xodimlari biror bir tazyiq, zo'ravonlik o'tkazdimi degan savol bo'ldi. G'affarov Jahongir menga bilasizmi nima deb javob berdi? Ha deb javob berdi. Men ketganimdan keyin uni yana kechki payt demak tergov xizxonasi xodimlari u saqlanayotgan kameradan olib tushib, u bilan suhbatlar o'tkazishgan. Advokatingga aytgan, sen bekor advokatingga ushbu holat bo'yicha xabar beribsan. U hozir hamma yoqqa shov-shuv qilib tashlaydi. Sen unga aytgin, bu holatni hech qayerga hech kimga bildirmasin. Biz senga yaxshi sharoitlar qilib beramiz bu yerdan. Sen noto'g'ri tushunibsan bizni degan mazmunda gaplar gapirishgan. Bugun ertalab men qabul qilgunimga qadar u bilan yana 2 marta uchrashishgan tergov xizxonasi xodimlari. Yana takroran unga qo'rqitish holatlari bo'lgan. Ya'ni biz seni endi urmaymiz, lekin biz seni qog'oz bilan belingni sindiramiz. Sen o'ylamagin, shunday qutulib ketaman deb. Advokatingga aytgan, ijtimoiy tarmoqqa joylabdi kechagi bizni harakatlarimizni. Shuni o'chirib tashlasin degan mazmundagi yana qaytib og'zaki ruhiy tazyiqlar bo'lgan. Va undan tushuntirish xati olishga harakat qilishgan. Tushuntirish xati yozish boshlagandan keyin aytyapti, u yog'iga yozmadim. Keyin qaysidir bir kitobga imzolatib olishdi, e'tirozim yo'q degan. Biz ushbu holatlarni so'rab bo'lgandan keyin men qaytadan uni yana video tasvirga oldim. O'sha video tasvirda yana kechagi jarohatlar turganligini ko'rdim. Yana qaytadan oldim. Shundan keyin 11larga yaqin demak men u bilan gaplashib chiqib ketayotgan paytimda Buxoro viloyat prokuraturasi xodimlari menga telefon qilib, men tomonidan qilingan murojaat yuzasidan tergov qadar tekshiruv boshlanganligini, tergovchilar guruhi tergov xizxonasiga borayotganligini, ekspertiza, sud tibbiy ekspertizadan o'tkazish bo'yicha tergov harakatlari amalga oshirilishini ma'lum qildi. Shundan keyin men qayta yana tergov xizxonasiga bordim. Mening ishtirokimda G'affarov Jahongirdan Buxoro viloyat prokuraturasining 17-bo'lim boshlig'i tushuntirish xati oldi va G'affarov Jahongir kecha menga aytib bergan barcha gaplarni tasdiqlab, to'liq tushuntirish xati berdi. Va o'sha gapida ham aynan G'affarov Jahongirga tergov xizxonasining birinchi o'rinbosari Saidov boshchiligidagi guruh unga Buxoro viloyat hokimi Botir Zaripovga ko'rsatuv berishini, nisbatan qarshi ko'rsatuv berish to'g'risida pokazaniya olmoqchi bo'lganligini tushuntirish xati yozib imzolab berdi. Menga qanday aytgan bo'lsa, xuddi shunday tasdiqlab berdi. Lekin bu orada tergov xizxonasiga ombudsmanning Buxoro viloyati bo'limi demak da ishlayotgan ombudsman xodimi
kelib ketgan ekanlar tergov xonasiga. Abira Husenova adashmasam shunaqa familiyalari. Lekin keyin bizni bilishimizcha u kishi demak jarohatlar uncha ko'rinmagan-ku degan mazmunda qandaydir bir shunday fikrlarga borgan bo'lsalar kerak degan bizga ma'lumotlar yetib keldi. Men o'ylayman, Abira Husenova G'afarov Jahongirning badanidagi jarohatlarni ko'rgan bo'lishlari kerak. Chunki aniq ko'karib turgan jarohatlar bor edi qorin qismida. Lekin meni ko'nglim to'lmadi ombudsmanning harakatlaridan. 7 da borib, ertalab borib chiqib ketyaptilar. 7 dedimi, 7:30 deyishdim, shunaqa oralarda ekan. Lekin ombudsman tomonidan hali biz aniq qadamlarni kutib qolamiz. Chunki bugun Buxoro viloyat prokuraturasi aniq qadamlarni tashladi. Hozir o'sha yerda bo'lgan biz kecha aytgan barcha kameralardagi kameralardagi video yozuvlarni olishni so'radik. O'sha G'afarov Jahongir tomonidan qaysidir kitoblarga imzo chekilgani, e'tirozim yo'q deb yozilgan kitoblarni olishni so'radik. Meniga qilingan faoliyatimga qilingan to'siqlar yozilgan video kameradagi yozuvlarni olishni so'radik. Butunlay hamma narsani so'radik. Xullas, mana shunday holatlarni bugun biz to'liq tasdiqlab berdik, lekin tergov xizmati xodimlari rahbariyati menga nisbatan o'zini xafaligini ko'rsatib turdi, tabiiy o'z-o'zidan. Lekin men o'zimning ishimni qilyapman. Men yana bir marta aytaman tergov xizmati xodimlariga, nafaqat biz 4-sonli, balki butun O'zbekiston tergov xizmati xodimlariga aytaman. Jazoni ijrochi muassasalarga aytaman. Siz o'zingizda saqlanayotgan, vaqtincha saqlanayotgan bo'lishi mumkin, jazoni ijro etayotgan holda saqlanayotgan bo'lishi shaxsga, fuqaroga biror bir tazyiq, zo'ravonlik, urush, do'pposlash holatlarini sodir etishga haqqingiz yo'q. Sizni vazifangiz vaqtincha tergovga qadar tergov paytida, sud paytida yoki jazoni ijro etayotgan paytdagi saqlanayotgan shaxslarni saqlovini siz tashkil etishingiz, ularni vaqtinchalik saqlash, jazoni o'tashni tashkil qilish bo'yicha vazifalaringiz bor. Sizni tergov ishiga aralashish, qaysidir insonga nisbatan, qaysidir mansabdor shaxsga nisbatan pakazini olish, jinoyat ishlarini taftish qilish yoki surishtirish, jinoyat ishlari bo'yicha qandaydir bir tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshirishga haqqingiz yo'q sizni. Uni tergov organi o'zi qilaveradi u ishni. Sizni nima haqqingiz bor Buxoro viloyat hokimiga nisbatan pakazini olishga? Qanday jur'at etdingiz bu narsalarga? Ya'ni amaldagi viloyat hokimi ishdan ketmagan bo'lsa, ishlayotgan bo'lsa, nima aloqasi bor G'ijduvon tuman tibbiyot bo'limi boshlig'ini Buxoro viloyat hokimi bilan? Kim buni orqasida turibdi degan men kecha ham aytdim. Endi ko'ramiz endi qani prokuratura bu kim turganligini aniqlaydimi yo'qmi? Shuning uchun hurmatli tergov hibsxonalari, jazoni ijro etish muassasalari rahbariyati va xodimlari, uning o'rnida o'zingiz ham bo'lishingiz mumkin, qarindoshingiz ham bo'lishi mumkin. Kimdir sizni shunday qilib ursa, siz nima deb javob berardingiz? Yoki nima deb o'ylardingiz? Indamay o'tirardingizmi? Meni bugun hammasi yomon ko'ryapti o'sha yoqdagilar. Nima uchun? Men ishimni qilyapman. Kim sizga huquq berdi uni urishga? Yana takror aytaman, o'zingizni o'rniga qo'yingchi. O'g'lingizni, akangizni, otangizni qo'yingchi, ursinchi bir kishi. Advokat kirgan paytda ko'zini yumib chiqib ketsinchi, nima deysiz advokatga? Shuning uchun bizdan xafa bo'lishmasin. Yana bir gap. O'zbekistonda meni shunaqa gap ham tarqalibdiki, advokatni to'xtatib qolishibdi, ushlab qolishibdi, qamab qo'yishibdi. Yo'q, men chiqib ketdim. Meni hech kim qamab qo'ymadi keyinchalik. Faqat meni vaqtincha harakatimni, ozodligimni chekladilar ular. Vaqtincha. To birinchi zam o'sha Saidov ruxsat bergunga qadar. Chunki o'sha katta odam-ku endi ruxsat bermadilar, biz chiqib keta olmadik. Ruxsat bergunlariga qadar bizni ushlab turishdi o'sha yerda. Nimada chiqarmasdan. Keyin ruxsat berdilar, o'sha chiqib ketdik. Mana shu holatlarga ham men bugun prokuratura xodimlariga aytdim, bunga baho berish kerak. Faqatgina urush qismiga emas, bizning holatga baho berish kerak.
Advokatni vaqtincha saqlab turish holatiga, uning faoliyatiga to'sqinlik qilish holatiga baho berish kerak. Shuning uchun hurmatli kuzatuvchilar, menga nisbatan hozircha hech qanday ta'ziqlar bo'lgan emas. Faqat muassasa rahbari Furqat Akbarov buni meni o'zimga bildirsangiz bo'lardi-ku, siz bilan biz tanishidik-ku, nimaga buni ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib yubordingiz degan kinoyali, istehzoli gaplarni aytdi. Men aytdim, men siz bilan tanishligim bu holatga ko'zni yumishimga asos bo'lmaydi deb javob berdim. Va aksincha o'shiga bu ishga siz ham aybdorsiz, qo'l ostingizdagi xodimlarni bo'sh qo'yib yuborganingiz uchun degan jumla bilan javob berdim. Shu paytda viloyat departament boshlig'i chiqib keldi, ichkari xonadan G'olib aka kelgan ismlari. Yo'q, bu kishi bilan tortishmagin deb demak Akbarovni tinchlantirdi. Men bilan salomlashmoqchi ham bo'lmadi Akbarov. Bu holatlar o'sha koridordagi audio yozuvda, video yozuvda yozib olingan. Agar gaplarim noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, marhamat, uni ham olib kameralarni olib ko'rishlari mumkin. Xullas, azizlar, bugun mana shunday ishlar qildik. Men o'ylayman, demak, G'affarov Jahongir hozirda xavfsiz. Hech kim unga ta'ziq, bosim o'tkazmaydi bundan keyin deb o'ylayman. Unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha bu alohida mavzu. Bu bo'yicha biz ishlayapmiz. Endi kirishdik ishga. Hali ko'ramiz qani u ayblov tasdiqlanadimi yo'qmi? Chunki u aybiga iqror emas. U bunday jinoyat sodir etmaganligini bildiryapti. Buni tergov jarayonida ko'ramiz va qo'shimcha yana sizlarga xabar berib boramiz. Hammaga rahmat.